Ketdi bitta zo'r narsa ko'rsataman. Xo'p, qaranglar o'rtoqlar. Mana bu joyda special individual kursda o'qigan o'quvchilarimiz o'tiribdi. Humoyun Muhammad Yusuf, Humoyun ertaroq o'qigan. Qanaqa natija? O'zingizni shaxsiy natijangiz? Shaxsiy natijam oxirgi 2 haftada $300 plyusdi. $300 plyusda. Eslab qolamiz. Tak, mana bu yoqda ukajonimiz Gold Potokda o'qiganlar. Shaxsiy natija $600. $600 plyusda. Mana bu joyda yigitlar Silver Potokda o'qigan. Shaxsiy natija 5000 ko'kidan. Qo'ysanglar-chi. Real 5000 dan. Xo'p, 5000 natija. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar? Special, Gold va Silver. Bu kurslarning farqi bilimida emas. Bu kurslarning farqi prosta guruhli va individual. Ya'ni shaxsan siz bilan ishlashadi mentorlar. O'shanga ham har bitta odam o'zini cho'nchagiga, o'zini sharoitiga to'g'ri keladigan kursni tanlasa yetarli. O'zingizlarni qiynamanglar. Specialga pul yig'ish shart emas. Hamma yoqda bilimlar bir xil va hamma yoqda biz siz bilan natijagacha ishlaymiz. Va yana bitta yangilik, may oyida Silver potokimiz ochilyapti. Hozir 4 ta joydan 4 tasi bo'sh, bugun ochildi. O'shanga ham qo'shilmoqchi bo'lganlar imkoniyatlar bor. Shunaqa gaplar.